Olishmas u, hamma ham ochiqchilik bo'lib ketdi. Qibrayda sazalli 75 ming bo'lib ketibdi. Baliqxo'rlikmi sherik? Hamma baliq sifatli yoqda pishiriladi. Havosi zo'r ekan, Birxon. Xonalarini qara. Katta. Gap yo'q lekin. Soqolingizga o'xsharkan-da. Vohma qilma ukam. Baliq yemizami yo'qmi? Hop ketdi. Voy-vo, stolni bagir qilsammi? Hiligacha qo'ydingmi ukam? Hurmatsiz bor-da, bratan. Joningiz sog' bo'lsin. Qayda qo'y. Hozir bunlarni boplayman. Bratan cholmada uzating kerak. Yo'q. Baliqni qachon pishadi o'zi? Hozir 10 minutda pishadi. Tezlashating bor ekan. Ana pishdi. Yutdimi? 2 kilogacha bo'lgan baliqlar 75 mingdan. Tazan. Sen bugun baliq yemaysan. Voy, bunisi nima? Bu yerda 5 xil baliq qilishadi. Haligi Hammasi ishonchli, o'ziga yetishtirishadi. Qibray Chinobodda shunaqa joy borligini bilmagandim. To'g'risini aytsam, Toshkentda hamma ochiqchilik o'tib ketdi. Ayniqsa baliq 75 mingdan sazan deganingga tugadim. Baliq yemaysan ukam? Yo'q, bugun sizni mehmon qilaman. O'zingiz ko'proq yuring. Baraka topdi. Bundoq boqib. Ayni payti men surdim. So'z ham boplashar ekan. To'g'ri. U yerga pul to'lashga bo'lsa kerak. O'sha gap. Kimni kommenti bir haftaning ichida like ko'p bo'lsa, Chinoboddagilar sizlarga ishonaman. Hamma yeyotgan narsam har doimgidek hadya qilamiz. Like ayamimiz, jo'natib olamiz. Lekin balig'i haqiqatdan zo'r ekan. O bola, pulni kim to'laydi? Ona sherigim to'ringlar. Popladimmi?